Assalomu alaykum. Tashkent Motors mualliflarining obunachilar. Mana bugun yana bir baxtli imtiyozimiz Jackie X200 modelini topshiryapmiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sog'misiz? Akajon, bu mashinani nima maqsadda ishlatish olingiz? Endi oilavigami? Endi har xil nima bo'lishi mumkin. Komfortlik uchun, qulayroq uchun, o'tishga yaxshi surish uchun. Ha, tushunarli. Bu mashina qanday, o'zingizga ma'qul bo'ldimi? Yaxshi ekan. Yaxshi. Xo'p, endi aka bir savol beraman. Bu mashina endi mana mijozlarimizga ham qiziq. Necha kun ichida xarid qilib chiqdingiz aka avtosalonimizdan? Bir kun. Uzog'i bir kun ichida. Xo'p, tavsiya berib bilasizmi bu mashinamizni? Mana bizani kuzatib turgan obunachilarimizga ham ancha qiziq bu narsa. Ha, tavsiya beraman chunki hozirgi issiq kunlarda mana konditsionerlar yaxshi ekan ancha. Kabinalari ancha kengishroq. Ha, tushunarli. Xo'p, akajon, bu mashinani mana o'zingizga topshirdik. Yaxshi kunlaringizga mining, nasib. Akajon, agar qanaqangidir yana ehtiyot qilsak, servis xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaversangiz bo'ladi. Obunachilar, Tashkent Motorsda qoling. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun.